buqa boqyapti, lekin tarozisi yo'q aka-ukalar uchun. Sizlar uchun ataylab shu videoni chiqardim. Aka-ukalar aniq hisob-kitob bo'yicha topishga yordam beradi. Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz aka-ukalar. Buqa vaznini tarozisiz o'lchash hammaga manfaatli bo'ladi inshaalloh. Betadan like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar aka-ukalar. Sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchi usul o'lchov va formula usuli deyiladi. Bo'yin aylana uzunligini o'lchang, tana uzunligini o'lchang va formulaga qo'yasiz. Ya'ni vazn kilogramm topish uchun bo'yin aylana uzunligini kvadrati ko'paytirilgan tana uzunligi va bo'lamiz 10800 soniga. Aka-ukalar, bu aniq ko'proq hisob-kitob yaqin javob chiqaradi. Siz hozir bitta chiroyli misol bilan shuni tushuntirishga harakat qilib o'tib ketaman. Diqqat bilan quloq solib ko'rib turasizlar, tomosha qilib turasizlar. Aka, misol uchun bo'yin aylana uzunligi 180 cm bo'lsa, tana uzunligi 150 cm bo'lsa, vaznni topish uchun nima qilamiz? Ya'ni oddiy tarozisiz o'lchayapmiz. 180 ko'paytirilgan 180 ko'paytirilgan 150 taqsim 10800 ga, ya'ni buqamizning vazni 450 kg bo'lyapti aka-ukalar. Ya'ni oldingi oyoqlari bilan o'sha orqasidan, oldingi oyoqlarning orqasidan umuman o'sha lenta yoki metr bilan, asosan lentali metr bilan o'lchashingiz talab qilinadi. Ya'ni keyingi usulimiz taxminiy jadval usuli hisoblanadi. Bunda agar bo'yin aylana uzunligi 150 cm bo'lsa, taxminiy vesi 350, 160 bo'lsa, taxminiy vesi 400, 170 cm bo'lsa 450, 180 cm bo'lsa 500, 190 cm bo'lsa 600 kg atrofida hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan, hurmatli aka-ukalar. Bu jadvalda o'zingiz o'sha hisob-kitob qilib turib solishtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aniq chiqmasa ham, lekin javob chiqishiga yaqin bo'ladi aka. Keyingi usulimiz aka-ukalar vizual baholash usuli, ya'ni o'rtacha ozg'un buqa, ya'ni ko'z bilan o'zingiz chamalab topishingiz mumkin. 300-400 kg atrofida, o'rtacha semiz buqa 500-600 kg atrofida, juda semiz buqamiz bo'lsa 700 kg dan plus, ya'ni 700 kg dan ko'p chiqishi mumkin. Vizual baholash usuli aka-ukalar, ko'z bilan chamalab turib o'zingiz o'sha hisob-kitob qilishingiz mumkin. Ozg'un buqalar deyapti 300-400, o'rtachalar 500-600, ya'ni semiz buqalar 700 kg yog'ini chiqaveradi aka-ukalar. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun sizlarga aytib o'tib ketaman. Buqaning yoshi va oziqlanishi vaznga albatta ta'sir qiladi. Semizlik darajasi tana shakliga qarab aniqlanadi. O'rtacha buqaning vazni nasliga qarab 400 dan 900 kg bo'lishi mumkin, hurmatli aka-ukalar do'stlar. Xo'p, yana bitta usul bor. Uni sizlarga qo'shimcha ma'lumot uchun aytib ketishim mumkin. Bu usullar endi suvga solib turib, suvning sathi ko'tarilishiga qarab turib aniqlash mumkin, lekin buni juziy kamchiliklari bor aka-ukalar. Chunki katta suv bo'lishi kerak. Ko'proq suv bo'lmasa, buqani vesi ko'tarmaydi. Ya'ni 1 litrga suv agar ko'tarilsa yoki tushsa, har bitta 1 litrga 1 kg dan farq qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda aka-ukalar, eng aniq usul bu. Birinchi o'sha usulimiz bo'ladi, o'lchov va formula orqali hisoblash bo'ladi. Ikkinchi usulimiz jadval va vizual baholash ham qo'llanishi mumkin, ya'ni ko'z yuz orqali chamalab qo'llashingiz ham mumkin. Oziqlantirish va nasl tanlash eng muhim omillardan biri hisoblanadi aka-ukalar. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgina foydamiz tekkan bo'lsa aka-ukalar, videoga like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar inshaalloh. Manfaatli bo'lsa ham, foydamiz tekkan bo'lsa xursand bo'lamiz.